Hammaga assalomu alaykum. Bugun navbatdagi algoritmni yechamiz. Xudo xolasa Blind 75 to'plamidan. Bu grup anagram. Kelinglar, birinchi o'rinda albatta har doimgidek shartiga tushib olamiz. Xo'p, nima ish qilishimiz kerak ekan? Demak, bizga bitta array berilgan ekan, uning ichida stringlar bor ekan va biz anagramlarni gruppa qilishimiz kerak ekan va o'sha gruppa qilingan anagramni qaytarishimiz kerak ekan. Buni yaxshilab tushunishimiz uchun birinchi o'rinda biz birinchi examplega qarasak bo'ladi, ya'ni birinchi misolga. Xo'p, birinchi ko'radigan bo'lsak, bizga bitta string berilgan ekan. Uning ichida so'zlar bor, so'zlar emas. Xo'p, demak, harflardan tashkil topgan stringlar bor. Va biz shu stringlarni anagrammi bo'yicha guruh qilishimiz kerak ekan. Anagram degani o'zi nima degani? Kelar, anagram so'zini mana shuni tushunib olamiz birinchi o'rinda. Anagram degani bu mana misol qilib aytadigan bo'lsak, tan bilan nat. Anagram degani bu bir xil harflardan tashkil topgan va soni ham bir xil bo'lgan so'zlarga anagram deb ataladi. Ya'ni mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, tan. Buning ichida t bor bitta, a bor bitta, n bor bitta va nat. Bu yerda ham n bor bitta, a bor bitta, t bor bitta. Ya'ni harflari ham soni teng, harflar soni ham teng va so'zlari o'zini umumiy uzunligi ham teng. Va shunchaki ularni harflar joylashuvlari har xil. Ya'ni bu yerda t boshida, bu yerda t oxirida. Demak, bu anagram deb ataladi. Ya'ni bir xil harflardan tashkil topgan demak stringlarga anagram deb ataladi. Xudo shuni qilib, shu qoida bo'yicha guruh qilishimiz kerak ekan va mana bu yerda outputga qaraydigan bo'lsak, ya'ni javob qanaqa bo'lishi kerak? Bu yerda o'sha anagramlar guruh qilingan list ichida. But, chunki bat tashkil topgan boshqa string yo'q, shuning uchun ham but bir o'zi. Lekin nat bilan tan birga, chunki bular harflar soni teng va bir xil harflardan tashkil topgan, shunchaki harflar joylashuvlari har xil. Va bu yerda 3 ta string bor, ular ham harflar joylashuvlari har xil, lekin ular anagram hisoblanadi. Demak, bu explanation'ni tushundik. Agar bo'sh string bo'lsa, demak shunchaki bo'sh demak string qaytarishimiz kerak ekan. Xo'p, demak shartiga tushundik deb o'ylayman. Ana endi xo'sh, yechimga o'tamiz. Xo'p, birinchi o'rinda buni brute force yechimi qanaqa bo'ladi? Brute force demak, agar biz tasavvur qilamiz, birorta so'z bor, birorta harflar ketma-ketligi bor. Misol uchun, kelinglar nimani olib ko'ramiz? Nat olamiz. Demak, nat stringni agar biz shu stringni sort qiladigan bo'lsak, bizga mana bunaqa ko'rinish keladi. Demak, agar biz har qanday mana shu ko'rinishdagi 3 ta harf ishtirok etgan so'zni sort qilsak, u hammasi doimo a, n, t bilan, demak, t dan iborat bo'ladi. Demak, bu bilan nima demoqchiman? Agar biz nat emas, tan degan stringni ham sort qiladigan bo'lsak, u ham xuddi shunaqa a, n, t bo'ladi. Ya'ni biz bu yerdan maqsak bo'ladi. Har bitta shu yerdagi stringni loop qilib sort qilib chiqamiz va sorti bo'yicha uni hashmap qilib chiqamiz. Ya'ni hashmapimizning keyi, ya'ni kaliti bu sort qilingan demak string bo'ladi va uning ichiga array qilib anagramlarni joylashtirib chiqamiz. Mana. Bu brute force yechimi. Ya'ni har bitta so'zni sort qilamiz. Sort qilganimizdan keyin u bir xil ko'rinishga keladi va bu key bo'ladi. Albatta, hashmapda key bo'yicha yig'adigan bo'lsak, duplikat bo'lmaydi. Va o'sha key ichidagi, demak, keyni valuesi bu array bo'ladi. Uni arrayga biz sort qilinmagan original stringni joylashtirib chiqamiz. Hozir agar natni sort qilsak ant bo'ladi. Ant key so'zi key bo'yicha, ya'ni kaliti bo'yicha, tanni ham agar sort qilsak ant bo'ladi. Uni ham demak valuesi bir xil, o'sha uchun ham demak ikkalasi ham arrayga tushadi va guruh bo'ladi. Bu brute force yechimi. Bizda time complexity bu yechimda demak agar buni sort qiladigan bo'lsak, demak eng uzun so'zni uzunligi n bo'lsa, n log n bo'ladi. Sort qilish bizda. Va hamma so'zlarni ustidan yurib chiqish bizda m vaqt oladi. M bu array uzunligiga teng. Demak, m array uzunligi, n bu eng uzun so'z uzunligi va log n bu demak n log n bu umuman sort qilganimizdagi demak time complexity. Mana. Space qanaqa bo'ladi? Agar n log n bo'lsa, demak space bizda n bo'ladi va demak hamma so'zlarni qaytarishimiz uchun bizga m kerak bo'ladi. Chunki biz hashmap ishlatyapmiz. Hashmapda
biz guruh qilmoqchimiz hamma demak stringlarni. Bu degani hamma string qatnashadi. Mana shu yerda berilgan string nechta bo'lsa, demak stringlar soni, umumiy array soni o'zi m ga teng. Va n bu eng uzun so'zni uzunligi. Chunki biz agar sort qiladigan bo'lsak, sort agar n log n vaqtda yechilsa, n log n vaqtda sort qilinsa, unda u kamida eng ko'pida yomon case'da n joy talab qiladi. Ya'ni n space talab qiladi. Bu degani mn log n bizda time, mn bu space bo'ldi. Ana endi buni tezlashtirsa bo'ladimi degan savol bor. Ha, tezlashtirsa bo'ladi. Buni tezlashtirishimiz uchun biz alifbo harflaridan foydalansak bo'ladi. Ya'ni 26 ta harf bo'ladi o'zi alifboda, ingliz tili alifbosida. Demak, 26 ta harf bo'lsa, biz bitta array ochamiz. 26 ta qanaqadir simvoldan iborat va biz o'sha 26 ta harfni sanab chiqamiz. Mana shu stringning ichida nechta demak harf borligi bo'yicha sanab chiqamiz. Misol uchun a harfidan mana birinchi stringda bitta. Demak, a harfidan ham bitta. T harfidan ham bitta. Bu nima degani? Demak, birinchi stringda a harfidan bitta, a harfidan bitta, t harfidan bitta. Demak, shuncha alifbodan shuncha harf ishlatilgan. Ana endi bu bizda key bo'ladi, boyagi hashmapimizga. Xuddi shunaqa qilib boshqa so'zda ham qidiramiz. Misol uchun t ni. T da ham t harfidan bitta ishlatilgan, a harfidan ham bitta ishlatilgan, e harfidan ham bitta ishlatilgan. Bu degani mana harflar ishlatilish sonlari ko'rib turibmiz, teng bo'ldi. E dan bitta, a dan bitta, t dan ham bitta. Demak, harflar ishlatilish soniga qarab biz ularni guruh qilsak bo'ladi. Ya'ni harflar ishlatilish soni bu yerda bizda kalit bo'ladi. Ya'ni hashmap qiladigan bo'lsak, hashmapda kalitda bu harflar ishlatilish soni bo'ladi. Qaysi stringda mana shuncha harflar ishlatilgan bo'lsa, demak o'sha string bu string bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni bu bitta guruh bo'ladi. Va ularni bitta listga joylashtirib chiqamiz. Buni yana ham yaxshiroq tushunishimiz uchun bu yechimni demak kodini yozishimiz kerak. Undan oldin buni time complexity'si qanaqa bo'ladi? Xo'p, biz bu yerda hech qanaqa sort ishlatmaymiz. Bu yerda shunchaki 26 ta harfni demak sanab chiqamiz. 26 ta harf emas, har bitta stringni sanab chiqamiz. Uning ichida nechta harfi borligini bo'ldi. Bu degani bizdan talab qilinadi, har bitta stringni loop qilib ko'rib chiqishimiz kerak. Bu degani m vaqt talab qiladi bu. Har bitta stringni ichiga kirib chiqishimiz kerak. Demak, array aylanib chiqishimiz kerak, to'liq m vaqt ko'paytirilgan har bitta stringni ichiga kirib nechta harfi borligini sanab chiqishimiz kerak. Misol uchun buning ichida 3 ta harfi bor, yana qayergadir string bo'lishi mumkin, uning ichida 5 ta harfi bor, har xil harflar bo'lishi mumkin. Yoki bitta string kelishi mumkin, 26 ta harfi bor uning ichida. Yoki undan ham ko'p balki. Demak, m bu arrayning uzunligi, ya'ni str degan array uzunligi, n bu eng katta so'zni uzunligi, ya'ni eng katta stringning uzunligi. Hozir bu yerda eng katta stringning uzunligi 3 ga teng, chunki hammasi bir xil o'zi teng. 3 ta harfi bor. Demak, time complexity bizda bo'ladi m. Ya'ni har bitta array elementini aylanib chiqishimiz kerak. Va n, ya'ni eng uzun so'zni uzunligicha mana shu ichidagi stringlarga vaqt sarflaymiz. Demak, mn bu time complexity. Ana endi space qanaqa bo'ladi desak, space complexity bizda bo'ladi on. Demak, space bizda bo'ladi har bitta so'zni yurib chiqishimiz kerak. Demak, bu degani har bitta so'zni demak biz o'zimizni guruhimizga, ya'ni hashmapimizga joylashimiz kerak. Bu degani m joy oladi. Demak, har bitta so'z va eng uzun harfni uzunligicha joy oladi. Demak, time bizda omn, vaqt ham bizda omn bo'ladi. Ana endi buni yechimiga o'tamiz. Bu yerda optimal solutionni yozaman, ya'ni to'g'ridan to'g'ri eng mukammal yechimni yozamiz. Xo'p, bizda bo'ladi bitta array emas, hashmap bo'ladi bizda. Hashmapimiz guruhni saqlash kerak bo'ladi. Group degan har bitta stringdan yurib chiqishim kerak. Va bu yerda count degan bitta o'zgaruvchi ochaman. Bu array bo'ladi. Bundan bizga 26 ta bor.
ana endi shu as so'zini har bitta ichidagi simbolidan yurib chiqishim kerak. Xo'p. Count. Demak, hozir bu yerda nima qildim? 26 ta noli bor array ochdim va o'shani endi modify qilmoqchiman. Ya'ni boyaginaqa har bitta harfi nechta ishlatilganini topishim uchun shunchaki ASCII dan foydalansam bo'ladi, ya'ni mana bunaqa bo'ladi mana. Xo'sh. Hozir bu yerda birorta harf keladi. Agar mana shu yerda hozir bizda it so'zi bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda e harfi birinchi keladi. E harfi ASCII da tasavvur qiladigan bo'lsak, aniq bilmayman. 81 deb. A harfi bu ASCII da kichkina harflarning boshlanishi, ya'ni bu eng birinchi bo'lib turadi doim. Demak, bu har doim e dan kichkina bo'ladi A harfi. Demak, bu yerda har doim musbat son bo'ladi. Tasavvur qilamiz, bu 81 bo'lsa, e 81 bo'lsa, A harfi bizda 76. Shunda javob bizda hozir 5 bo'ladi. Ayirmasi bu degani count ichida o'zi 26 ta 0 bor. 26 ta 0 bo'ladigan bo'lsa, bu 26 ta harfdan 0 marta ishlatildi degan ma'noni bildiradi. Endi hozir bu yerda nima qilyapmiz? Ayirmadan 5 chiqyapti va 5-indeksga yozyapti bu. Plus 1 qilamiz. Ya'ni 26 ta harfdan hammasidan 0 ta edi, lekin e dan bitta ishlatilgani uchun o'sha e ni 5-indeks deb olib, undan bitta ko'paytirib qo'yamiz. Shunda 26 ta harfdan 25 tasi 0 ta ishlatildi, lekin e 1 marta ishlatildi. Ya'ni u e 5-indeksda bo'ladi hozir. Bizning misolimizda. Bo'ldi. Xo'p. Ana endi davom etamiz. Xo'sh, har bitta harfda, demak, har bitta string ichidagi harflarni sanab chiqdik. Ana endi shu bo'yicha guruh qilamiz. Guruh qilishimiz uchun bizga group kerak bo'ladi. Uni count bilan guruh qilamiz va uni listiga append qilamiz. Berilgan stringni, ya'ni string bu boyagi so'z, demak, harflar birikmasi. Va javobda groupni valuesini qaytaramiz. Xo'p, bu array, ya'ni listni bizda dictionary'da ishlatib bo'lmaydi, chunki bu mutable, ya'ni o'zgaruvchan, o'sha uchun uni tuple ga o'zgartirib qo'yamiz. Tuple bu unmutable, ya'ni o'zgarmas. Demak, bo'ldi. Shu bo'yicha guruh qildik. Biz misolimizda mana bunaqa bo'ladi. Mana shu tuple qanaqa ko'rinishda bo'ladi desak, agar faqat shu yerda e harfi bor deb o'ylasak, shunda boyaginaqa tasavvur qilsak e 5-indeksda deb, demak 0 0 0 0 va 1 bo'ladi. 0 0 0. Xuddi shunaqa qilib 26 gacha ketadi va bu tuple bo'ladi. Tuple degani demak mana bunaqa ko'rinishda virgul bilan yozadi. Xuddi shunaqa, demak, yana birorta so'z, ya'ni string kelib qolsa, uni o'sha listga append qilamiz, shu guruhga qo'shib qo'yamiz. Bo'ldi. Ana endi javobni tekshirib ko'ramiz. Default dict bo'ladi. Bizda ch bo'lmaydi, boya qolib ketibdi. Ch minus ord a bo'ladi. Demak, yechimimiz o'tdi. Xo'p, bu yerda time complexity demak bizda ONM bo'ldi. Space complexity ham ONM bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.